51-zona, ikkinchi qism. Biz ortga qaytayotganimizda u yerda turgan kichkina uylarga ko'zimiz tushdi va biz to'xtadik. Think about that. Planshetda yashayman. O'zim ko'rganman, o'zim bilaman hamma narsani. Ichkari hech kim qo'ymaydi dedi. Sen yerda ishlashing kerak dedi. O'zga sayyoraliklar borligi men hech qachon ishonmayman, lekin bu yerdagi aholi haqiqatan ham bor deyishyapti. Bir insonni uchratdim. U inson 51-zonaga kirib chiqqan. Zona 51 haqida juda ham ko'p ma'lumotlar berdi va bu insonning kichkina magazini bor ekan va men aktiv obunachilarim unutmasdan ularga sovg'a oldim. Podpischilarimga sovg'a beraman, ya'ni kim aktivni zo'r ko'rsatsa, o'sha insonga men mana shu sovg'ani mendan va 51-zonadan esdalik bo'lib qoladi, O'zbekistonda o'zim topshiraman. Bizga aniq manzilni berdi va biz yo'limizda davom etdik. Aytishicha, bu zonaga nega hech kim yaqinlashmaydi, nega o'q uzishadi? Chunki bu juda ham katta sir. Chunki u yerda sovuq qurollar ishlab chiqarishar ekan. Va nihoyat 51-zonani tog'lar ichidan o'tib yurib darvozasini topdik. Yetib keldik. Lekin mashinadan tushish bu juda ham xavfli. Chunki kameralar ham bizga qarab turibdi. O'zim birinchi bo'lib tushishga qaror qildim va yoniga yaqinlashdim. Men shuni ayta olamanki, o'sha mumkin bo'lmagan 51-zonani darvozasiga biz yetib keldik. Lekin bizni ushlashdi. Ha, burchakda kuzatib turib ushlashdi. Va videoni davomi yo'q. Mana shu videoda aktiv bo'lsangiz, o'sha sovg'alardan barchasini o'z egalariga topshiraman.